Yaqinda bir qadrdonlarimizdan birlari kamolu muhabbati kuchli Rasulullohga shu bola 10 kun Rasululloh bilan birga yashayman. 10 kun Rasululloh yashagan shaharda yashayman. 10 kun Rasululloh olgan havodan men ham nafas olaman deb Madina-i Munavvaraga o'zi elektronlik hujjatlarni qilib cho'ntagiga pulni solib gruppaga qo'shilmasdan o'zi ketdi-da. Aytadi, Madina-i Munavvaraga bordim. Gastinisa dedi $7 ekan dedi bir kishiga. Bir kunlik $7. Shuni pulni berdim. 2 mahal ovqati bor ekan dedi. Ovqatlandim. Rasulullohning masjidlariga chiqdim. Kunduzi bilan Rasulullohning nimalarida turdim. Kechqurun kirdim, ovqatlandim, yana masjidga chiqdim. Kechqurun yotgani kirib cho'ntagimni qarasam pul yo'q. Tushirib qo'yibmanmi? Nima bo'ldiki yo'q. Ertasiga ertalab bir kecha bir kunduz bo'lganligi uchun chiq dedi. Pul yo'q. Qayerga borishimni bilmay to'g'ri Rasulullohning masjidlariga bordim. Hech qayerga qaramadim. To'g'ri masjidlariga borib bitta ustimni tagida o'tiraverdim dedi. Sallallohu alayhi ya Rasululloh, assalatu vassalamu alayka ya Rasululloh deb salovat aytib, zikr qilib, namoz o'qib, tahorat bo'lsa chiqib, yangilab, chanqasam o'sha yerda turgan zamzamdan ichib 3 kun o'tdi-da dedi. Qarang, 3 kun o'tdi-yu, issiq ovqat yo non-pon u qoringa kirmasa qaltirar ekan odam dedi. Oyoq qo'llar qaltirashni boshladi dedi. İçimden deydi bir o'y keldi deydi. U o'y hamki, "Ya Rasululloh, men sizni mehmoningizman" degan o'y hali tugagan yo'q-da deydi. Qarang, "Men sizni ya Rasululloh mehmoningizman" degan o'y keldi-yu, hali tugagan yo'q. Yelkamni bitta odam shuni ushadi deydi. Ne qarasam qo'lida saboyi turibdi deydi. Qarang, qo'lida saboyi turibdi deydi. Yarim nimada sharbat 2gami 3ga bo'lingan bo'lichka, ichida falkaga o'ralgan oq po'kay oshni tepasida tovuqni go'shti deydi. Haligini qovuri chiqyapti deydi, ochsam deydi. Rahmat aytaman deb qarasam yo'q deydi. Ketib o'tdi deydi. Sekin chekkaga olib o'tib, u burchakroqqa borib olib yedim deydi. Yapparim ko'zimdan yosh oqyapti-da. Yapparim ko'zimdan yosh oqyapti. Shunchalik tez oldi. Shunchalik hali tilimda aytganim yo'q. Qalbimda, miyamda ikkovi chamma bo'lib o'yladim xolos deydi. Qorimni to'yg'azdim, rosa yig'ladim deydi. Rosa yig'ladim deydi. Namozni o'qib tahoratimni yangilayman deb shunday eshik tagiga borsam, bitta odam alang-jalang qilyapti. 3 ta bola deydi. Bir mahal yaqinlasam, meni to'xtatishdi, aytdi, tarjimon kerak emas deydi. Biz 3 kishimiz 4 kishilik joyda yashaymiz. Bittasini biz mehmon qilamiz. Yur biz bilan. Yotoqxonang bepul, yeb-ichishni biz qilamiz. Yur biz bilan. Biz yerda 4 kun turamiz. Xo'p dedim, yo'q ham demayman dedi. 4 kun turishdi, ular Makka ga ketishyapti-yu. Men so'radim. So'rasam hozir deyishdi, Rasteshinni tarjimonni chaqirishdi dedi. Men so'radim, nimaga meni bular 3 kundan beri mehmon qilishyapti? Yotag'imni ham, oziq-ovqatimni ham qilishyapti. So'rab berchi, imon ishorada tushunmayapman. Desa, bitta bola yig'labdi-da. Rasulullohni tush ko'rdim men. Meni masjidda bitta mehmonim bor. Shu bolani surati ko'rsatildi. Shu bolani mehmon qilib joy qilib beringlar, men sizlarga shafoat qilaman dedilar. Shu suratni biz 3 kun oqtardik-da. Mana biz 3 kun oqtardik. Mana bugun kecha topuvdik, olib kirib mehmon qilyapmiz. Biz endi Makka ga ketyapmiz. Agar ko'rishsak o'sha yerda ko'rishamiz. Bo'lmasam Alloh qiyomatda ko'rishlikni nasib qilsin. Sen tufayli men sahobaga aylandim deb $500 berdi dedi. Allohning mehmoni bo'lib borganingda duo qilib qo'yasan dedi. Qarang,
Madinada 10 kun turdim deydi. Makkaga borib o'sha $500 bilan deydi bemalol 4 kun turib suvga salom olib qaytib keldi. Ana Rasululloh deyapmiz. Biz Rasulullohni qanchalik yaxshi ko'ramiz. Alloh taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin. Hammalarimizni Alloh rushd va hidoyatda qilsin.